va siz nogiron bo'lib qolishingiz mumkin. Siz homiladorsiz, 2-3 trimestrda sizda oyog'ingizda oqsoqlanish, qo'l sohasida kuchli og'riq, yurolmaslik, bezovtalik, doimiy og'riq bo'layotgan bo'lsa, sizda demak simfizit bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda juda ham direkt kimga kelayotgan mavzu dolzarb bo'lgani uchun bu haqda gapirishga qaror qildim. Simfizit bu qo'l suyagining birlashmasi, ya'ni simfizitning yallig'lanishidir. Bu qanday hollarda kelib chiqadi? Ko'p tug'ruqlardan keyin, homilaning vazni katta bo'lganda, noto'g'ri harakatlarda, ko'p shamollaganda simfizning yallig'lanishi kelib chiqadi. Xo'sh, bunday hollarda nima qilish kerak? Agar sizda qo'l sohangizda og'riq bo'lsa, birinchi o'rinda to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Ginekolog ko'rigiga kelib, biz palpatsiya qilamiz, qo'l sohasini o'zini nuqtasi bor, simfizitni aniqlashni kuchli bosib ko'rganimizda, palpatsiya qilganimizda kuchli og'riq bo'lsa, sizda aniq simfizit bo'ladi. Yana tasdig'ini topish uchun sizni UZI ultradiagnostika tovushi orqali tekshiramiz. Normada 5 mm gacha norma hisoblanadi. Agar 5 mm dan oshib boshlasa, sizning simfizit yallig'lanishi kuzatilayotgan bo'ladi. Simfizitning ham darajasi ko'p. Agar 10 dan ortiq bo'lsa, 10 mm dan kattalashuv bo'lsa, sizda aniq kesir va secheniya yo'li bilan homilani tug'dirib olishimiz kerak. Chunki o'zingiz tug'a olmaysiz. Agar o'zingiz tug'ishga harakat qilsangiz, sizda asorat qoladi. Bu simfizitni birlashma sohasida svязкалар yirtiladi va siz nogiron bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun o'z boshimchalik qilmasdan, albatta ginekolog ko'rigiga borib, UZI qilib va kerak bo'lsa ortoped, travmatologni ko'rigi ham kerak bo'ladi. Shunda sizga o'zingiz sog'lig'ingizni ham asrab qolamiz va dunyoga kelayotgan homila ham sog'lom bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Agar sizda shunaqa belgilar bo'lsa, albatta ko'rikka boring va bu diagnoz bor yo'qligini aniqlang.